103 numurliq yataq. Yataq tunji qitim qadam bosqanimdagi yengillik tuyg'usi meni yataq ichidagi narsalarga qiziqib nazar silishga undigan edi. İnsanning vujudi o'z atrofidagi muhitdan nurg'un uchurlarni qabul qiladi. Bularning ko'pinchisi quloq va ko'zga ta'sir qilgan narsalar bo'lib chiqadi yoki odatdagi aqliy hosilotlar bo'lib chiqadi. Lekin insonning sezimi uncha oddiy bo'lmasi kerak. U yana aqldan tashqari til bilan ifodalab bergisiz uchurlarni qabul qiladi. İnsonning jismidagi turli organlarning inkosi go'yo bir tuyg'u garmoniyasini paydo qiladi-ki, biz uning oz bir qismini albatta sezib yetamiz. Yotoqdagi puroq nemishqadir kapsiz bolaligimni esimga soldi. U chaqlarda sahrodan shahardagi tuqqunimizning uyiga kirganimda, shaharda yangi selinayotgan qurilishlarning cho'rasidagi to'mir va pishishlarni tepib o'ynaydim. Ak, kakillay, zaysu, yav ko'ktatlarning aralashma puraqi meni g'idiqlab o'ziga ko'ndirib olgan seri ularni sezmas bo'lib qaratdim. Bundaq puraqning sezimini unutib ketganga uzun yillar bo'ldi ekan. Taajjubki, shuncha yillar o'tib, balaliqim o'ttir yoshlik bo'sog'isidagi hayotlik g'avg'olarga g'arq bo'lganda, ashu puraqni yiroq Yaponiyadagi kichikkina bir yotoqdan tepib oldim. Bu puroq meni bangbosh bolalikqa epag'an siri shuncha yiqimliq tuyulib ketdi. Men ashu tonish puroq bilan ona vatanning simosini ko'z oldimga operida qilib, musofirlikda andikayotgan yurakimga tasalli berdim. 2 kundan beri topinim Yaponiyada, lekin tavim vatanda. Bu yerda men ko'rgan har bir narsa menda vatan haqida yangi tuyg'ularni hosil qiladi. Har bir narsa, har bir hodisa ashu nini ulug'larning mazari bo'lmish ona vatandagi hodisalar bilan selishtirma qo'zg'aydi. Yataqning osti taxtayliq edi. Televizor, to'nglatqi, avtomatik kiralg'i, gaz o'choq, mikroto'lqinliq o'choq, shamoldirg'ich, tomoq shirasi, muncha va tozaliq uyi deganlarning hammasi tal bo'lib, buni bir o'quvchining yotiqi deyishga tuyg'um unimidi. Yotoq 2 eg'iz bo'lib, ichkari uyning ostiga tatami selingan. Bir chetda yo'g'on bir kiyim ishkofi turadi. Kungay taraf butunlay dariza bo'lib, sirtqi tarafi yurishma aynak eshik. Ich tarafi qog'oz chaplangan yog'och chanzi edi. Ularni yurishtirib ochqili bo'ladi. Derizani ochgan hamon uning kaynidagi kichikkina do'ng ko'zga cheliqatdi va o'l ko'katlarning kuchlik yedib burunga uriladi. Uyga kiribla derizalarni echib balkonga chiqdim va sirtlarga bir qarab etdim. Ondan uydagi saramjalarga bir qur qarab chiqdim. To'satdan yodimga yurtimdagi oliy maktablarning 8 kishilik yotoqlari keldi. 8 odamdan chiqqan puroq uyning havosini badbo'y qilib etdi. Yeyilgan kirlardan oqqan tomchilar uyning havosini zaylashtirib etdi. 8 odamning ichidan o'zini ham o'zgini ayashni bilmaydigan badxuy odamdan bir ikkisi chiqib qoladi. Ular boshqalar uxlab qolganda yotoqqa kirib, boshqalarning uyqusini buzadi. Bundaq sharoitda insonning o'zini qadrlash va o'zgini hurmatlash hissiyoti asta-asta yo'qaydi. Bu holda o'rganishdagi individual ma'naviy muhitdan gap ochqili bo'lmaydi. Insonning mavjudiyati makon va zamon jihatdagi xos bo'shliqda harakat qiladi. Bu bo'shliq boshqalarning daxli ta'ruziga uchraganda inson o'zidagi faoliyatchanlikni to'liq joriy qildirolmaydi. Hozir o'rganish jamiyati degan bir gap bor. Bu har bir fuqaro o'rganish mexanizmining bir o'ziga aylangan, izchil o'rganmasi bo'lmaydigan, o'rganish fursati bilan to'lgan jamiyatning sufati.
Aql va bilimni asosliq turtkiga aylantirgan keyingi sanoat jamiyati o'zining boyligini o'rganish va fursat bilan kafolatlantiradi. Bizning boshqaruvchilarimiz deha bundoq bir ijtimoiy tasavvurdan xoli. Lekin koni boshqarish andizasidan xo'shlashishning signali oz to'la anglanadigan bo'lib qoldi. 103 nomerlik yotoq jiddiy raqobat harakati bilan qoplangan Yaponiya jamiyatida an'anaviy ma'nodagi dehqon millatning manga o'xshash bir farzandiga tava bir makon bo'lib qoldi. Bu yerda taklamakan qumliqining cho'z, seydam, tartibsiz, sodda ruhi bilan Yapon dengizining avrishim, intizomchan, sadoqatman ruhi tutashmoqda edi. Azaldan beri bepoyon osmonning taxtida yashab, tizgillashning qandoq bo'ladiganligini unutib ketgan taklamakan ruhi, aqliy jamiyatning hidini dastlabki qadamda sezishga boshlaganda, hech bir ko'rilib boqmagan yostirish bilan ig'ir o'ylanishga giribdor bo'ladi. Qumshamollarning yo'nalishlariga uyg'unlashgan ko'chishlari bilan o'zining mavjudiyatini saqlab keldi. Lekin nagala bo'lmasin bir osmon. Bu hal har qandoq bir ko'chish ilohiy makonning puhrosi bo'lishdan boshqa ish emas degan vahdat ruhning necha asrlik davomini maydonga keltirdi. 103 nomerlik bu uy go'yo madaniyatlar chetishmasining oddiy bir sahnasi edi. Bu yerda shaman, Budda, islom, kommunizm qo'shilib ketgan taklamakan ruhi bilan ko'ngzichilik, toyin, Budda, kapitalizm qo'shilib ketgan Yapon dengizi ruhi badashqon qurib o'ltirishadi. Ular ba'zida o'rtaq til tepishib qoladi. Lekin ko'p hollarda o'rtaq til tepishmay bir-biriga zuvon surmay qarishib qoladi. Ana shunday dramatik kayfiyatning muhiti bo'lmish mening yurakim taqdir muammolarining yukini ko'taramay holsirab ketadi. Mening chinqilib og'riydi, uyqum qochadi. Bu hol Xurshid Davronining mono misralariga o'xshab ketadi. Go'yo chegarasiz bepoyon qumda odishib yurganda ko'zi ko'rgada. Bir fikr yo'l izlab yurar ingimda, u meni bir kuni qiladi ada. So'zlasam azobdir, so'zlamasam g'am, yoridek eslatar, o'ylamasam ham. 103 nomerlik uy ba'zida menga dal taklamakan qumliqining o'zidek bilinib ketadi. U shundoq qurg'oq va timtas. Uning derizasini choy qilib turgan Yapon dengizi nam qo'llari bilan chekadi. Ishqilib xotiramda yuz berishga tegishlik ishlarning hammasi 103 nomerlik yotoqda. Yo'q, uyda bo'lishi kerak edi. Men u yerda o'ltirib nurg'un ishlarni asliyalayman. O'tmish bilan bugunni uvlayalayman. Men endi Uyg'urcha tugamas bodi kaldalardan, mazasiz to'y to'qillardan, riyokorlarcha tuzilib atsa minnat paydo qiladigan so'rlardan bir mazgil qutulib, turlik ahamiyatsiz ishlarning doshqal xotiralari bilan to'lgan qalbimni tadrijiy tozalab chiqishim lozim edi. Buning birli chorasi jimjitlikda o'ylaganlarimni hazm qilib, hammasini biraqla yoshirin engimga to'kib etish edi. Akagan kitoblarimni kitob ishkoviga tizdim. Kitoblarning ichida men alohida atavolab akagan Gegelning tarix falsafasi, Arnold Toynbee'ning tarix tadqiqoti, Milan Kunderaning hayot uyada, kulish va unutish xotirasi qatorliqlarni bor edi. Bu aramxuda muhitda ulardan xotirjam zo'q oladiganligimni o'ylasam, ko'nglim ozoda bo'lib qoladi. Men kitoblarimni biraqur varaqlayotdim. Qo'limga Yaponiya nima uchun muvaffaqiyat qozondi degan kitobning Uyg'urcha nashri chiqib qoldi. Bu kitob 10 necha yillar ilgari Qashqa Uyg'ur nashriyoti tomonidan nashr qilingan edi. Esimda qilishicha, men bu kitobni 1988-yili bir qatim o'qib chiqqan edim. Uningdan keyin uni Urumchi tajriba o'ttir maktabidagi yotiqimga kelib ketib turadigan do'stlarning biri mendan so'rab akatgan peti 10 yildan ortiq vaqt unutib ketibdiman. Orada o kitob necha qatim lozim bo'lib qolib topolmay qolgan edim. Keyin shu do'stlarimning biri o kitobning o'zida saqlanayotganligini tasodifiy deb qoldi. Shuna qilib
kitob yana qo'limga qaytib keldi. Men o kitobni o'qib tugatgandan keyin kitobda so'zlanganlarning hammasini degidek unutib ketib ekanman. Chunki ayni vaqtda men bu kitobni alohida muddao bilan emas, tasodifiy bir qiziqish bilan o'qib boqqan edim. Kitobning temasi meni jalb qilgandek bo'lgan edi. Bu davrlarda she'r ishqida kuyib yurgachga bu kitob menga favqulodda qurg'oq bilindi. Lekin kitobning kirish so'zining menga bergan ta'siri hargiz esimdan chiqmaydi. Kirish so'zining beshida Karl Marksning ideologiya va etika, axloqning moddiy shart-sharoitning inkosi ekanligidan iborat bizga tonish iborasi qayd qilib o'tilib, orqadan Marks Weberning uningga qarshi ma'nodagi so'zi askartib o'tilgan. Men shu chaqda dunyoda yana bir Marksmi bor ekanda deb o'ylab qolgan edim. Nima uchun bu ikki Marksning biri bizga shuncha mashhur, yana biri notanish bo'lgandi deb o'ylab tegiga yetamagan edim. Keyin bilsam, tarjimon Max Weber bo'lishga tegishli ismni xato holda Marks Weber deb olgan ekan. Qandoqla bo'lmasin, Max Weber aytgan mono so'z meni zilzilaga solgan edi. Bir jamiyatning etika axloqi belgilik bo'ladi. Har qanday bir xil tipdagi egilik kishilardan ashu etika axloqqa xilof milliy ruhni talab qiladi ekan, u holda mundaq egilik rivojlanmaydi. Uning aksicha bir xil egilik ashu etika axloq bilan o'zaro munosib bo'ladi ekan, undaq egilik cho'qim gullanadi. Yaponiya nima uchun muvaffaqiyat qozondi? Qashqar Uyg'ur nashriyoti 1987 yili nashri. Max Weberning bu so'zi biz falsafa darslikida o'rgangan Karl Marksning dunyo qarashi bilan tamoman o'xshamaydi. Men shu chaqda dunyoda Karl Marksga o'xshamaydigan mavqedagi faylosoflar va iqtisodshunoslarning borligini bilgan edim. Bir xil egilik shakli ma'lum bir xalqning qimmat qarashi va axloq qarashiga mos kelmasa, uning rivojlanmaydiganligi haqidagi bu qisqacha bayon kapitalizmning nima uchun g'arbda rivojlanganligidan ozroq bishorat bergandek bo'ldi. Kapitalistik etika axloq ruhi Adam Smithning mono so'zida markazlik aks etadi. Bizning tamoqimiz qassob, aroq ichitquchi va bolkichilarning himmatidan kelgan bo'lmasdan, balki ularning o'z manfaatiga ko'ngil bo'lishidan kelgan. Demak, har bir odam o'z shaxsiy manfaatini ovutib borgan sari bir butun jamiyatning farovonligi ishqa oshadi degan bu nuqtai nazar g'arb qimmat qarashining negizi edi. Men ayni vaqtda buncha aniq qarashga erishamagan bo'lsam-mu, Max Weber orqali g'avo bir g'idiqlanishni sezgan edim. Menimcha bir parcha kitobning hammali yeri ta'sir ko'rsatib ketilmaydi. Ehtimol uningdagi bir qancha jumla so'z yoki tafsilotlar bir odamning tafakkuriga halqiliq ta'sir ko'rsatishi mumkin. Kitob o'qish butun kitobni sumirib olish emas, balki uningdan olg'a besishimizga yoki masalalarni hal qilishimizga turtki bo'ladigan tarkiblarni izlab tepishdir. Shunday qilib, Yaponiyaning o'zida turib, Yaponiya nima uchun muvaffaqiyat qozondi degan kitobni ikkinchi qitim o'qishga boshladim. Kitob yanada g'uva va qurg'oq bilindi. Ammo burunqiga nisbatan nurg'un narsalarni mantiqiy tahlil bilan o'qigan bo'ldim. Albatta, shuningga loyiq nafga erishdim. Mana bu bir masalani birli kitob bilan hal qilg'ili bo'lmaydiganligining bir dalili. Men Yaponiyada turayotqachqa, menda u haqda oz to'la ma'lumot bo'lishi lozim deb o'ylaydim. Abdur ma'naviy inqilob ep berilmagan aldagi har qanday o'zgarishning gullanish ep kelinmaydiganligini deb kelib, Jungodagi qo'zg'alonlar faqat ko'ngzichilar bilan tariqachilar o'ttirisidagi surkilish bo'lib, har bir qo'zg'alon yoki inqilobning mevasi byurokratlarning qo'liga o'tib ketish bilan xarakterlangan deb yakun chiqaradi. Kitobni o'qib bo'lib, mundaq fikrga keldim. Saidiya xonadonligi davrida avj olgan ishonchlikning Uyg'urlarning taqdiriga ep kelgan xatri muayyan jug'rofiylik va ideologiyalik sabablarga ega. Bu mezgillardagi tarixiy tushkunlikning qora soyasi bizga yetib kelganda, Yaponiyada meji yangilik harakati ro'yobga chiqayotgan ekan. Angliyaning Hindistonda Sharqiy Hindiston shirkatini qurish, Saidiya sulolasining qurg'uvchisi Sulton Said Xon bilan bir navra keladigan Bobur tarafidan tiklangan Boburiylar sulolasi
ya'ni Moğol imperiyasining tarix sahnasidan chekinishi, Yevropadagi siyosiy islohotlar, Ispanlar va Portugallarning dengiz safari, Protestan dinidagi kapitalizm bixlari qatorliq hodisalarni bir-biriga bog'lab selishtirib ko'rsak, ayni davrdagi g'ofil obrazimizni dunyoviy muhit nuqtasidan obdan tushunadi ekanmiz. 7-oy mezgillarida Yaponiyaning havosi umuman nihoyatda issiq bo'ladi ekan. Jumladan biz turgan joymi pek issiq edi. Havodan bo'lmag'achqa yotoq sirt bilan o'xshashla issiq edi. Birli yeri beshimga kuchlik oftob tushmaydi xolos. Men endi Yangi ufqum ingliz tili degan kitobning turmushga lozimliq jumlalarini yodlashga boshladim. Chunki men bu yerda tilsiz va aloqasiz bo'lib qolsam bo'lmaydi. Yapon tili o'rganay desam, ishni noldan boshlashimga to'g'ri keladi ekan. Uning ustiga Yaponiyada qanchalik tura olishim aniqsiz. İngiliz tilini burunma o'rganib material ko'gidek bo'lib qolgan edim. Avtonom rayon sharoitidagi maktablarda bilim o'rganish haqidagi tavsiya va targ'ibotlar ko'ptak qilg'ini bilan haqiqiy bilimni ishlatadigan boshqarish mexanizmi va jamiyat havosi yetarli bo'lmag'achqa, o'rganilgan ozg'ina narsalarmi qimmat yaratolmay qoladi. Mening vaqtlarim yig'inga qatnashish, zakaz asarlarni yozish, mehmon bo'lish va mehmon kutishlar bilan zoyi bo'ladi. Chunki bizda bosh ko'tarmay o'rgangan odamlar yava kitob mastonasi deb ayblanadi. O'rganish ijtimoiy aloqalardan tashqari faoliyat deb qaraladi. Kishilar og'zida undoq aytmasimi, amaliyotda shu xil ma'naviy holatni tabiiy holda ifodalab qo'yishadi. O'rganish qarshilanadigan ma'naviy madaniyat kishilarning og'zida va ruhida yo'q. Shuning bilan burun o'rgangan inglizcham gohi tashlanib, gohi qo'lga ilinib turdi. Uyg'ur ijtimoiy muhitidan ayrilib, yiroq Yapon diyoriga kelganimda tilsizlik meni azobga soldi. Hamisha o'ylab turadigan, o'ylaganlarini o'quvchilarga, fikrdoshlarga deb turadigan mendek qiynoq-qaynoq odamning sukut holatiga tushib qolishi naqadar ichinishli ha. Uchur davridagi bir bilim odamining bundaq holatda gangirab yurishi menga nomus tuyuldi. Men boshqalarni parang orqali bilishim va o'zimni bildirishim kerak. Her qandaq bir ma'naviy inqilob o'zini bilish va o'zini o'zgalarga bildirishdan boshlanadi. Qarab baqsam 2002-yili 6-oyning 30-kuni aldirabla yozilgan xotiramda mundaq deb ekanman. Hamma yoq jimjit. Men Yaponiya jamiyatiga nisbatan aytganda zodi kim? Bu bir yangi salohiyat masalasi. Men Yaponiya jamiyatini tonimayman. O'zim turayotgan yerning yo'llarini tonimayman. Turmush yo'sini va iste'mol qoidasini uqmayman. Bu yerdagilar meni teximi tonimaydi. Men 38 yoshga kirganda chet elga oyoq bosaladim. Buning uchun 6 yil qatirdim. Yot elga moslashishmi bir xil iqtidor. Lekin hozircha menda bundaq iqtidor yo'q. Menda bari hukumat bergan maoshni hashqallo deb og'idak iqtidor. Lekin bu yerda o'zining rizqini g'olib ruh bilan mag'rur og'idak iqtidor kerakkan. Iqtidor muhitga qarab shakllanadi va muhitni shart qilgan holda o'zgaradi. Muhit bilan munosabatga kirmagan iqtidor o'zining hayotiy kuchini yo'qotib qo'yadi. Buning uchun ravon dialog kerak. Lekin men hozirgacha til bilish kerak. Hech bo'lmaganda ingliz tilini obdan bilishim kerak. Hey, zapulloq. Balkim
yuqorqi abzaslardan tanqis ruhiy holatim ayon bo'lgandi. Til o'rganish men uchun aytganda she'r o'qish yoki kitobni tahlil qilib o'qishdek lazzatli emas edi. Lekin o'rganmaslikka haddim yo'q edi. Men turayotgan 103-nomerlik yotoq men uchun bir shom go'rga aylanib qolmasligi kerak. Ayolim laboratoriyaga chiqib ketadi. Men tig'dak yolg'iz qolatdim. Vaqtim kitob, televizor, kompyuter orasida o'tadi. İngliz tili o'rganib zerikkanimda kompyuterni echib uchur-chuqchilaydim. Vatandan elib olgan plastinkalarni anglaydim. Sirtqa chiqay desam ish yo'q. Yiroqroq yerga boray desam mashinam yo'q. Boshqalar bilan paranglashay desam tilim yo'q. Shundaqla menga qarashqa cho'lasi tegadigan hech kim yo'q. Garchi bu uyda yeydigan ichadiganim tal bo'lsa-mu, ba'zida ma'naviy jihatdan kishilarning nazaridan chiqib ketgan yegona orolga o'xshab qolatdim. Agar xotinim yenimda bo'lmagan bo'lsa, bu uy Robinsonning oroliga o'xshab qoladi. Ayolim o'zining tadqiqoti bilan ovora edi. Oqshomlari 3 soat qora ish qiladi. Men bo'lsam o'rganatdim, yana o'rganatdim. Zerikkinimdan asta qozonning beshiga o'tib qolatdim. Bara qo'li aplik oshpazga aylanib ketdim. Bu ishim charchab kirgan ayolimga bakma xush yoqadi. Yeydiganimiz to'g'ri go'shi, beliq go'shi va qo'li go'shi edi. Qo'rg'on to'g'ri norillarim ayolimga tetib ketadi. Bir qitim etgan to'g'ri norinni 2 qitim tamoq qilib yeydik. İtalyancha tayyor cho'p bilan o'xshitib lag'man italaytdim. To'g'ri norin bilan dumlangan ko'rishni qo'shib yesa, xeyli mazzilik g'izo bo'ladi. To'g'ri go'shi va qo'li go'shini Tokiodagi bir halol yemaklik do'koniga telefonda zakaz qilib keltirdik. U Pokistonliklar ochadigan do'konmish. Bu go'shlar asosan degidek Avstraliyadan keltiriladi ekan. Qo'li go'shi yumshoq edi. Kavob sig'inganda qo'li go'shini duxovkada qoqlab yedik. Pijildab turgan qo'li go'shini qoqlangan piyoz bilan qo'shib yesak, kavob xumarimiz qongandek bo'ladi. To'g'rining etini pichoq bilan yerib, tuz, mush qiyomi va qarimush talqini bilan patlab, mikrodolqinlik o'choqqa solsam 15 minut ichida yumshoq pishib ketadi. Orada qo'y go'shini akaldirib baqdik. Lekin chili tetib, bahuzur yegili bo'lmadi. Demak uyda ussab turatdim. To'nglatqo'g'i selib olgan meyve sharbatlari kichikidan meyve yab cho'ng bo'lgan mendak bir 5 gramlikning xumaridan toza obdan chiqdi. Uning ustiga Yaponiyaning meyve sharbatlarining sopligi 100% kan. Muzdek sharbatni o'ylaganimda kuz shabnamlarga ko'milgan salqin 5 gram bog'lari, kang o'yli aramlardagi talbarang soyillari, baraqsan teraklik yo'llarni bo'ylab eqavatgan o'stang suvlari yodimga yetib ketadi. Balaliq chog'larim oxirlashib, kallamga yoshli xiyollar kirishga boshlagan chog'larim bo'lsa kerak. Üzüm üzüvatgan qizlarning yeniga chalma etib qo'yib, qaysidir bir shoxning toldisiga o'zimni olatdim. Qizlarning cho'chigan holda atrofga qarab chalma atgan kishining kim ekanligini bilinmay qilishlari men uchun ko'ngillik tomosha edi. Milan Kunderaning ko'zitish iqtidori bolqinimi jonliq narsaga aylantirib etadi deganiga o'xshash, men o'zim ichgan har bir tomchi suv, ko'z oldimdagi har bir hodisani vatanim bilan, burun ko'rgan bilganlarim bilan tutashtirib, cho'ng bir kartinani hosil qilatdim. Shundoq qilib, bu narsalar mening tanho hayotim uchun armakka aylanadi. Meyve sharbatlarini ichish va shokolad yeyish ko'p hollarda moddiy ehtiyojdan emas, ma'naviy echirqashdan kelib chiqadi. Qandoqdir bir nimalarni degim keladi, ba'zida vaqirg'im keladi, kang dalalarda yugurgim keladi. Dal bu chaqda ichim siqilib tit bo'lardim. Buni besish uchun shokoladdan bir tal yeb qo'yatdim yoki ozroq meyve sharbati ichib qo'yatdim. Ishik va deriza oraliqida talay qitim ming'atdim. Bu oraliq 7 qadam, 8 qadam, 6 qadam, yana 7 qadam bo'lib chiqadi. To'liq 7 qadam bo'lib chiqadi.
Derizimizning oldida bir qum ko'lchiga bor bo'lib, uning bir tarafida bolalar seyrilib o'ynaydigan oddiygina bir to'mir jahoz bor edi. Balalar minib tashlab qo'ygan velosiped, kichik o'yinchiq mashinalar chinqi tushning qiziq obdavida qog'jirab turishadi. O'yinchiqlarning bemalol tashlanib turishlari bu yerda arzimas narsalarga ko'z soladigan chakini o'g'rilarning yo'qligidan derak beradi. Bu hol o'g'lim Bobur telefonda yetkazgan xabar bilan ro'shan selishtirmaydi. U bizning maktabning qorasida o'ynab etib, velosipedni qo'yib turib, bir yerga berib kelgacha velosiped yo'qolib ketibdi. U menga bu gaplarni yig'lamsirab deb berdi. U to'limi sabiy ham pok bo'g'ashqa, kishilik turmushda cho'nglar odatlanib ketgan adolatsizlikni qabul qilmayotdi. Men uningga qaytib berib yana birini ep beraman, narsalaringni ching saqlashni o'rgan deb tasalli berdim. Deriza oldida qangaltirdan qilingan lampa bor bo'lib, o'quvchilarning velosipedlari va motosikletlari shu yerga qo'yiladi. Balalarning o'yinchiqlarining o'rni o'zgarib qoladi. Balalar o narsalardan zerikkan hamon o'yinchiqlarni shu joyga tashlab qo'yadi. Bu narsalarning o'z joyida omon eson turishi bu yerning kishilardagi ruhiy to'qchilikning bostilik ko'rinishi edi. Kun qayrilib havo salqinlashga boshlaganda ayollar, ya'ni o'quvchi ayollar yoki o'quvchilarning ayollari bolalarini yetilishib qum ko'lchikining yenida paydo bo'ladi. Bu ayollarning rangi va tili har xil edi. Ular ba'zida yapon tilida, ba'zida ingliz tilida paranglashadi. Tam qo'shnimiz shotlandiyalik ayol bo'lib, eri Norman o'sha maktabda doktor ashtilaqda o'qiyotgan ekan. Ayoli uyda bolalarga qaraydi. Hamisha degidek kalta ishdan, beshiga oq shilapa, kalta yang mayka kiyib oladigan bu ayol to'limi o'riq edi. O'riq va seriq atlarini sapkun qoplab ketgan edi. U hamisha qora ko'zoynak taqib oladi. Uning bolalarining hammasi o'g'il bo'lib, nihoyat kapsiz edi. Ular bu ko'lchak atrofiga ko'proq keladi. Mushu kunlarda men eng ko'pchilik turadigan manzara ana shular edi. Kitob ko'rib zerikkanimda men ularga qarab qo'yatdim-da, ishlarimga yana kirishib ketdim. Nimishqidir ashu kichikkina ko'lchak mening Yaponiyadagi ijtimoiy tanholigimga tasalli bo'ladigan bir omilga aylanib qolgan edi. Qarab baqsam, kundalik xotiramga mundaq deb yezibdiman. Uyimizning kaynida kichikkina qum ko'lchik. Inglizlar, yaponlar, hindilar kelib bu yerda bolalarni o'ynatib atadi. Balalar xushal o'ynaydi. Balalar bilan qum o'ttirisida qandoq munosabat bordi? Qumda onalarda yo'q mehribonmikin? Balkim qumda onalarda yo'q bir ohang bordi. Balalar bu ohangga mos holda o'ynamoqda. Balalarda tegilib bo'lmaydigan bir ruh qaynam yasaydi. Onalar ularni o'ynatqicha o'z vujudidagi qaynamlarga g'arq bo'lib ketib, balalarni vaqtincha unutib ketadi. Zodi onalar balalarni o'ynatib atamdi yoki balalar onalarni o'ynatib atamdi. Onalar balalardagi ruhiy hodisadan xabarsiz. Qum muloyim ham moslashishchan. U balalarning oyog'ida va olqinida go'zal bir tushga aylanmoqda. Men u tushlarni ko'rmoqdaman. O'xshamagan millatdan bo'lgan bu balalarning bir-birining tilini o'qishmay turib xushal-xuram o'ynashi, millatlar o'ttirisidagi xiris va nizoga to'lgan bu tinchsiz dunyodagi go'zal tush edi. Ko'z oldimdagi bu manzara Afg'oniston
va Falastinda to'kilayotgan qonlar, yana allaqandoq yerlarda qon to'kmay elinayotgan jonlarga nisbatan aytganda, ayni o't tutishayotgan bir tüp daraxtning yo'pirmoqlaridagi dirildab turgan shabnamlarga o'xshaydi. Bugungi dunyodagi urush ikki xil usulda bo'layotadi. Biri badandagi qonni sirtqa to'kish, yana biri badandagi qonni badanning ichiga to'kish. İnsanlar birinci xil qon to'kishni sotlaydigan sotxonalarni echishdi. Uni ayblaydigan axborot vositalarini ta'sis qilishdi. Lekin ikkinchi xil qon to'kishni ko'radigan ko'z va uni ayblaydigan til texi borligi kammadi. Mana bu fan texnika davridagi vijdon ko'rliqining bir jumlasi. Turli iqlimdan kelgan bolalarning billa o'ynashi faylasuflar uchun g'oya bo'lsa, bolalar uchun reallik edi. Turk shoiri Nozim Hikmat bolalarga berayli dunyoni degan she'rida mundoq yozadi. Dunyoni berayli bolalarga, hech bo'lmasa bir kungacha. Ola bo'lamash pöpüktin berayli, oynasin naqshlar aytib yulduzlarning orasida. Dunyoni bolalarga berayli, yo'g'on bir olma kabi berayli, issiqini bir non burdisi kabi, hech bo'lmasa bir kungacha to'ysin. Dunyoni bolalarga berayli, bir kun bo'lsimi o'rgansin dunyoning hamjihatligini. Bolalar dunyoni olsin qo'limizdan, qurimas daraxtlarni tikishsin. Nozim Hikmatning davridagi bolalar mana bugun dunyoning taqdirini qo'liga erishgan. Lekin dunyo qon yoshqa bakrak g'arq bo'ldi. Shuning bilan bu kommunist shoirning orzusi ko'pikka aylandi. Ajaba, she'r mangu reallikqa aylanmaydigan tushmidi? Sanoat shoirning ko'z yeshida kimi haydamakdi? İnsanlarning hozirgi mavjud iddisi bizning bolalarimizga nimalarni o'rgatadi? Sahar havosidagi salqinlik tugab, optop o'zining issiq qo'llari bilan gulgiyohlarni, o'g'izlarni silab, kunduzning alvaqchiligini ko'rsatishga boshlaganda, bir yapon ayol 4-5 yoshlardagi qizini agashtirib, uyimizning kaynidagi ashu qum ko'lchikiga keladi. U zilva oq pishmoq kelgan ayol bo'lib, pamimcha 30 yoshlarda bo'lsa kerak. U optop biroz kuchayib qolgan chaqlarda oq shlaba kiyib oladi. Normal ahvolda sumbul chochlarini yelkisiga yeyib uzun ko'ylak kiyib oladi. U barliq go'zallikka herisman ayollarga o'xshash yasinishni yaxshi ko'rsa kerak. Nayt chiroyli yasinib olgan edi. Menimcha u yasinishni qamlashtira oladigan ayollardan edi. Odatda yapon ayollari qo'yiq kirimni yaxshi ko'rmaydi. Ko'z oldimdagi bu ayolmi sus kirimi bilan kirimsizdek tuyg'u beradi. Uning kiyimlarimi ochiq rangda emas edi. Uning bu turqi oftobning rangiga shu qadar mos keladiki, quyoshdan iborat bu chiroqchi maxsus uni gavdlantirayotgandek edi. U qum ko'lchikining yenidagi yog'och o'rindiqda o'ltirib, o'yin bilan bo'p ketgan qiziga jimjit tikilib qaraydi. Ba'zida qo'llarini dalda qilib, ballarini biroz ruslagan holda yiroqlarga qaraydi. Bundaq chaqda u qandoqdir bir yerga uchib ketgisi bordek ko'rinadi.
Qaysidir bir yozuvchi, balkim Balzak bo'lsa kerak, 30 yoshlardagi ayollar sabiy qizlardan go'zal bo'ladi. Chunki ularda yetilgan ayollarga xos latofat va oniliq bo'ladi degan mazmundagi bir so'zni aytgan. Meningcha bu joyida aytilgan gap. U gohida yon telefonini chiqarib, knopkalarni besish bilan band bo'lib ketadi. Ayollar o'z tavallikidagi barliq narsalarga o'zini singdirib etishni yaxshi ko'radi. Balkim umi yon telefon orqali o'zini qaysi bir noma'lum bo'shliqqa yo'llayotgandi. Men uningga qarayapman. U buni bilmaydi. Onasining yon telefonda nimalarni qilayotganligini qizi bilmaydi. Noma'lum kishilar orasida bilishmaslik ichida yuz beradigan samimiy bog'lanishlarmi bo'ladi. Lekin bu bog'lanishni inson sezgu jihatdan tonib yetishga ojiz. İnsan mana mushundoq ojizlik ichida o'zini tanho his qiladi. U shuning uchun ojiz, shuning uchun ruhiy sarsonlikqa mubtala. Balkim u ayol ashundoq bir bog'lanishni izlayotgandi. Amaliyotda undoq bog'lanish mavjud. Uning ustiga u shundoq xolis bog'lanish. Lekin ayol buni mangu istaydi. Mana bu haqiqiy bir ayolning mangulik safari. Men u ayolning ismini so'rayolmadim. So'rashning hojati yo'q edi. Ismi uning oshiqiga yoki eriga kerak. Men uni ismsiz holda tasavvur qilganimda, uning poyoni texmi kang bo'ladi. Shunga bu haqda yozgan she'rimga u deb mavzu qo'ydim. U hamma ish yotqin kaynidagi qum ko'lchikida yuz beradi. Zilva boyliq yapon juvoni yumron qizini yetilab chiqib, shafaq qizilliqida jimjit o'ltirib, mushu qum ko'lchikida o'ynatadi. Balkim ismi Hiroko uning yoki Sachiko, sho'x qizining yanida g'arg'in bir oqqu. Qum ostini ko'laydi qizi, erib ketidi ko'lag'on seri, yiroq bir sohilga rangdor qush bo'lib, uchib ketidi o'ynagan seri. Unutib ketar qizini, yon fonini ochgan onasi, bog'lab elib ketar unimi ekrandagi xatlar tanisi. U bir rumka ichigan sharab, erini hech qachon mast qilolmagan. To'kar u o'zini ekranga qarab, o'ziga zo'rlabmi patquzanmagan. Oldimda chikildaydi soatning tili, to'shib ketgan ma'nisizlikka raqamlardan yasalgan teni. Istirilki o'tkir tig' bo'lib, parchalaydi mavhum vaqtini. Daqiqa ichidagi chaksizlikka tashlavetar uni ham meni. Ko'rib turamiz ko'zimiz bilan, oldimizda turgan hammani. Bolasiga pana shu ayol, qo'g'ishindek ig'ir hayotdan topolmadi izlab o'zini. Ayol, qiz, men va soat lahzining yipiga bog'langan turib, tonimaymiz bir-birimizni. O'xshab qolar ba'zida yon telefon, hammani singdirgan jimjit oralg'a. Ona pat-pat qarab qo'yar qiziga, bo'lsimi ular bir tog'ning suyi quyiladi ikki dengizga.
2002 yılı 7. ay Yaponiya. Amaliyotda she'rning vaqti bo'lmaydi. U zamonning har bir tochkisiga nurga o'xshash qoplangan bo'ladi. Haqiqiy she'r o'zining daftarga putilgan vaqtini inkor qilib, uningdan halqib ketadi. Mening bu she'rim odam otining Havva onaga bo'lgan herismanligi ichida allaburun yezilib bo'lgan. Men bir aks sada xolos. Kompyuter derizining qishida bo'lib, tushdan burunqi kuchlik oftob shillamga tushib turadi. Bundaq chaqda men udulimdagi pardani tatib qo'yib soyibam qilatdim. Pardaning yana bir qanotini surib etib, yurishma derizini butunlay echib etdim. Shundaqla uyning eshigini qiya echib qo'yatdim. Eshik tarafdan kirgan yenik shamol pardani qayirib o'ynaydi. Salkin tarlab ketgan badanimning pinhollariga urilganda, o'mi mazgilidagi yurtimni aslab qolatdim. Qiziq oftobda tavlanib turgan oltindek bug'doylar qir beshida o'ltirgan odamga dimiq chiqaradi. Qayoqdandir ushtumtut yetib kelgan shamol kang tamballarning pushqoqlaridan kirib hozirlantiradi. Shamol oq xas ko'nglimning yoqisidan kirib, maydamdagi tarlarni quritadi. O'ylaganlarimni va ko'rganlarimni Jamilaga degim keladi. Lekin u damoli yenimda yo'q bo'ladi. U kirguncha bu nozik his tuyg'ularim allaqayoqlarga g'oyib bo'ladi. U kirganda aytqudek yangi his tuyg'ular paydo bo'lib turadi. U kirib kelganda zerikishlik tanholiqning yuragimni qamallab turgan qo'llari birdilla yo'qoladi. Amaliyotda u tanholiqdan bezor edi. İkimiz ko'rgan bilganlarimizni, o'ylaganlarimizni kang kushadi deyishib, 1-2 soat vaqtni ko'ngillik o'tkazatdik. U mening deganlarimga to'g'ri keltirib, Yaponiya turmushiga doir uchurdan 1-2 ni qistirib qo'yadi. Yahoo torbetidan ko'rgan Jungo xabarlari, oila va muhabbat fojialari, Jungo ma'arifi haqidagi mulohazalar uning bayonlari orqali o'y fikrlarimni g'idirlaydi. O mening har qanday abstrakt so'zimni tushunadi. O meni mengasi bilan emas, qalbi bilan tushunadi. Uning men haqidagi tushanchalarga tamoman degidek muhabbat, hissiyot, kayfiyat aralashgan edi. Uning mening gapimni tushungandagi inkoslari chidag'usiz tanholiqda tunjiqayotgan mulohizalarimni yo'ruq sohillarga qutqizib chiqadi. Men bu dunyoda meni hurmatlaydiganlarning borliqidan emas, meni tushunib so'yadiganlarning borliqidan cheksiz boylikqa erishiman. Muhabbat mening ma'naviyatimning javhiri. Hurmat uning po'sti. Men meni tushunib qadrlaydigan mushu ayolimning yordami va qo'llashi bilan o'z kasbimni rivojlantirdim. Inoq xotirjam oilaga, söyümlük farzandlarimga, jamiyatda bo'lsa hurmat izzatga erishdim. Hozirga qadar oila tufayli kasbiy ilgirlashdan mahrum qoladigan peshkanliklarni ko'rmadim. Balki ko'ngillik bir oilaning buyuk armonlarda yeniyotganlar uchun ishonchlik yor yo'lak, mushaqqatlarda tasalli bo'ladiganligini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Halol aqida asosida tuzilgan oila g'am andisha turlik vahima bilan to'lgan bu dunyodagi eng unumli shifoxona. Sog'lom aql va zahmatsiz bilim oilani shart qilgan holda yetiladi. Ayol ikkimiz o'ttirisidagi paranglar o'rtaq maqsadni chiqish qilgan konkret faoliyat ustidagi paranglar bo'lib, sun'iylik va ataylikdan xoli edi. Harakatdan mustasno paranglar ko'p hollarda quruq bo'ladi. Vaholanki Jamila ikkimiz orasida quruq paranglar oz edi. Paranglarimizda fikr, hissiyot chaqchaq bo'ladi. Ba'zida gap so'zlarimizda atay bema'nilik paydo qilib, bema'ni dunyodagi hayotiy immunitetni paydo qilatdik. Uningga she'rlarimni o'qib beratdim. O biz nikohliq bo'lgan 14 yildan beri barliq asarlarimning tunji kitobxoni, Xanzochi asarlar ustidagi tarjimamga savrchan nazoratchi bo'lib keldi. U tugri tukkanda men jild echib berdim. U savzi qalamlab bersa, men qo'rib berdim.
u sizning qo'lingizdakan tomoq ta'mlik bo'ladi deydi. Amaliyotda bir bo'lsa tuzli qilib qo'yatdim, bir bo'lsa tuzi kam qilib qo'yatdim. Ba'zida bir obdan aplashib qoladi. Nimalar degan bilan hijratdagi bundoq oila turmushida bir ishda er-xotinlarning tang rol elishi turmushning tusini oshirmay qolmaydi. Yaponiya satrashxonalarining mulozimati haqqi bizdek seriqtal ziyolilarga qimmat tuyuladi ekan. Eng arzon bo'lganda 3000 yen, ya'ni taxminan 200 yen xalq puliga chashya sotqili bo'ladi ekan. Biz shu eng arzon haq bo'yicha chashya sotishga jur'at qilolmadik. Shuning bilan er-xotin ikkimiz bir-birimizga satrash bo'ldik. Dastlabda men Jamilaning chechini ozroq buzib qo'ydim, lekin ancha chinib ketmadi. U mening chechimning poqib ketgan yerlarini ozroq tuzab qo'yadi. Tarab baqsam xeyli tuzilib qolgandek ko'rinadi. Yaponiyada birov yana birining ust-boshlariga diqqat qilib ketmaydi ekan. Kiyim-kechaklar xohlagan andizida kiyiladi ekan. Qandoq bo'lishidan qat'iy nazar ular pokiz yuradi ekan. Uning ustiga ularning bir-biriga diqqat qilishga cho'lisimi tegmaydi ekan. Biz oddiy sodda holatimiz bilan yurib-berdik. Kiyim-kechaklarimiz asosan Urumchidan elib olgan kiyimlar edi. Er-xotin ikkimiz bir-birimiz uchun naqadar muhimligimizni mana o'sha hijrat hayotida bakrak tushundik. Vatandagi vaqtimizda ko'p vaqtlarimiz xizmat, bodi keldi, to'y-to'kun, nazr chiroqlar bilan o'tib ketadi. Orom elish kunlarida ushtum tutgan mehmonlarning ko'nglini olamiz deb paypitak bo'lib ketdik. Uyg'urlar bir-birining uyiga oldinala xabar qilmayli kelaverdi. Buni ko'ngilning yaqinligi yoki bir xil xolislik deb tushunadi. Shundoq bo'lg'achqa uy egillari har doim mehmon kelib qoladi deb harbiy holatdagidek hushyor turdi. Mehmonga bo'lgan qizg'inlik odamgarchilik va axloq fazilatning markazlik ifodasi deb o'ylaydigan bu ko'ngilparvar xalq bir-biriga aqliy nuqtadan mas'ul bo'lishning o'rniga qizg'in muomaladorlikni dastatgan hamda bir-biriga ko'yinishning boshqa ahamiyatli yo'llarini esidan chiqarib qo'ygandek qiladi. Zehnimizning urg'ib turgan mazgillari ana shundoq muhit xo'radi. Xudo kechini yaratib to'limi ulug' ish qilgan ekan. Tun nisbiga yaqin bir chaqlarda er-ayol ikkimiz bir-birimizga ashatdik. Lekin bundoq chaqda og'rig'in, ruhsiz, bir-birimizning yoshlik istaklarining o'tlaridan ko'ra tasallini ko'proq izlaydi. Yillar shundoq o'taverib, er-ayol ikkimiz sayli sayohat, mungdishish, birlikda kino ko'rish, ballarni o'ynatib kelish deganlarni unutib ketgan bir holatga yetdik. Biz bara-bara turmushning har xil besimlarga taqobil turish uchun yaralgan mashinaga aylanib ketgila turdik. Biz azaldan ashundoq o'tayotgan er-xotinlardek, buningdan keyinmi shundoq o'tadigandek his qilardik. Ba'zida o'zimizning er-xotinlardan ekanligimizni unutib ketdik. Xuddi biz taqdirning soyasida qimirlab yurgan qarindoshlardek bo'lib qolardik. Biz to'y qilib boshqalardek shirin oy o'tkazib boqmagan edik. Shu chaqda 7 kvadrat metrga yetmaydigan bir egizlik yotoqni uy qilib o'ltirib, onam va er-ayol uchimiz birlikda yashadik. Maktab xo'jalik boshqarmasining odamlari yotoqni uy qilib olibsizlar deb bizdan jarimani olmoqchi bo'ldi. Men sizlar bizga puttiqidek birar yana ko'rsatib berib, ondan bundoq gapni danglar. Dunyoda hech qanday tashkiliy organi bo'lmagan qurt-qo'ng'izlar va qushlar-qushlarning uvvisi bor. Men bo'lsam sotsialistik jungoning fuqarosi. Agar sen shundoq desang, sening uyingga ko'chaman. Fuqarolik nuqtasidan qaraganda, men sen o'ltirgan uyda o'ltirishga haqliq degan edim. Men bu gapni deganda, ayolim bir chetda ko'zlari yoshang'irgan holda untinsiz o'ltirib ketgan edi. Eliqi odamlar hozirmi hayot? Ular bollarining to'yini qilsa, bizga bog'oq yezibadi. Yaponiyadagi hijratda er-ayol ikkimiz hamma ishni bir qur aslab o'tishga, ulardan yakunlarni chiqarishga ulgurdik. Bu yerda bizga daxli qiladigan tugamas bodi keldilar yo'q bo'lg'ashqa, hamma ishni qilib ulguradigan vaqtimiz bor edi. Burunqi ehtiyojdan tashqari ko'ngilkashlik bizni charchatgan bo'lsa, endi 4 eg'iz parangga sherik bo'ladigan xumarliq do'stlardan tamoman mahrum edik. Biz bir-birimizga er-xotinlar emas,
do'st birodar, kasbdosh, fikrdosh bo'lib ketdik. Bu yerdagi yolg'izlik va hayot ko'rishi bizni shu qadar bog'ladiki, u laboratoriyada o'ltirib biror masalani hal qilolmay besh qilsa yoki ish pishsa el-xat yezib meni sirtqa taklif qiladi. Biz maktabning atrofidagi chimliqlarni aylanib sirdishib kelatdik. Mening ichim pushqandimi uni chaqiratdim. Yaponiya qaynam toshqinliq bir jamiyat. Biz turayotgan yer bir oliy maktab. Bu yerda 7 iqlimdan kelgan o'quvchilar bor. Lekin bir jup Uyg'ur musofiri bo'lish sifatimiz bilan odam ota bilan Havvo onadek yolg'iz edik. O'xshamaydigan yeri, biz turgan muhit jannat emas edi. Bu yerda xohlagancha yesi bo'ladigan meva-chevalar, g'izo sharbatlar yo'q bo'lib, bir qitimliq tamoq uchun foniy dunyoning hamma yeriga o'xshash mehnat qilishga to'g'ri keladi. Bir vaqtlik g'izoni yot bir eldan tepib yeyish odamni yetarlik charchitadi. Nopus va pul biz uchun cheklangan meva. Biz uningga eg'iz tegmayli jiddiyat bilan to'lgan makonimizga qaytamiz. Uyimizning derazasining yon tarafida, dal men o'ltiradigan o'rinda qo'yilgan yerning usti tarafida havodanning tomnaychisini kirgizadigan to'shik bor bo'lib, to'shikning uy ichi tarafdagi eg'izi qoplab qo'yilgan. Talo tarafdagi eg'izi ochiq edi. Bu to'shikka bir qushqoch bemalol kirib chiqa oladi. Darvaqa mushu atrofdagi qushqochlar bu to'shikni makon qilishgan edi. Inchki pahal tishlab ashu to'shikka kirib ketayotgan oq qushqochni bir qancha navbat ko'rib qoldim. Ba'zida qushqoch bolalarining ojiz vichirlashlari quloqimga kirib qoladi. Men bundoq tabiiy hayot va tabiiy ovozdan so'yinib yayrab ketdim. Ana qushqoch uvasiga kirgan hamon qushqoch bolalari suransib ketishadi. Kash kirishi bilan oq qushqochlarning ovozlari besqib qoladi. Faqat ularning bo'sh tipirlashlarining yenik ovozi kelib turadi. Shu topda tabiatdagi eng sof, daxlsiz ovoz bilan mening oraliqim nihoyat yaqin edi. O'rtaq bir makondagi bundoq darqamda hayotdan iftixorlanib ketdim. Bir kuni tushdan keyin oq qushqochlar bek hayajonlanib ketdimi qandoq to'shikning ichida ziyoda suransib ketishdi. Ushtin tut to'shikning uy tarafdagi qopqiqi to'rokkida yerga tushdi. Qushlarning ovozi texmi aniq anglanishga boshladi. Uvudagi paxallarning ushlari to'shikdan ko'rinib turadi. Men o'rindiqqa dastlab to'shikka qaradim. Mening ko'langamni ko'rgan ona qushqoch o'rkiginicha uvasidan purrida uchib chiqdi. Uning bolasi nola qilg'ini chiqib qoldi. O'zining bo'sog'isiga yotlakasi xavfsiraydigan ish hayvonlardami bo'ladi ekan. Ba'zida inson bolasidan unchalik sezgumi qolmay qoladi. Bu kichikkina jonga hurmatim qo'zg'aldi. Men hissdoshlik va hurmat ichida qopqoqni qo'limga elib to'shikni avaylab atdim. Qushqochlarning uyi avvalgi holatiga keldi. Biz kashrak yotatdik. Qushqochlarning kitildashlari gohi-gohida anglanib qoladi. Sahar ufqi olma rangiga kirganda qushqochlarning vichirlashlari atrofni bir oladi. Uning ustiga bu aran 4-5 qushqochning ovozi emas edi. Balki ular nihoyat cho'ng bir jamoat edi. Ularning sayrashlarida qandoqdir kishining ko'nglini g'ash qiladigan faryod zinhor yo'q edi. Aksicha zo'q sho'q va tantana namoyon edi. Bir qitim men ularni chandurmay ko'zitib baqdim. Qushqochlar balkonga va balkon salasoniga sish qo'nib olishgan edi. Devaylab chiqib ularning kayfini buzg'im kelmadi. Biroq ularning bu qisqin murosimiga shu qadar zo'qim keldiki, mening bir qushqoch bo'g'im keldi.
Bir kuni Jamila bilan laboratoriyada tadqiqot bilan shug'ullanadigan bir yapon qiz uyimizga kirib keldi. Ayolimning tanishtirishicha, uning ismi Abe Mabiko bo'lib, g'unchi bo'y o'moqqina qizgan. Biz tavazzu bilan salomlashdik. Choy ichishgach gapdan gap chiqib qushqashlarning gapi bo'lib qoldi. U balaliq mezgilidagi oddiy bir hikoyani aytib berdi. Kichik vaqtlarim edi. Bir qushqash balasi uchirma bo'lgan ekan. U dirildab taqlab ancha egiz o'rlamayli yerga tushadi. Ona qushqash olmon-talmon balasining yenida paydo bo'ladi. Uning turqidan kuchli tashvish bilinib turadi. Atrofdagi boshqa qushqashlarmi paypidak bo'lgan holda vichirlashadi. Balkim ular uchirma bo'lgan qushqashning aka ochillari, tag'i hommillari, haqam soyillari bo'lsa kerak. Qushqash balasi qanotlarini kelangsiz yeyib uchishga tamshiladi. Ona qushqash uning atrofida parvona edi. Bir hazodan keyin qushqash balasi g'alabalik uchib havoga o'rladi. Qushqashlarning vichirlashlari texmi avjiga chiqdi. Ona qushqashning abdidan rozimanlik chiqib turadi. Men ixtiyorsiz holda chavoq chelibatdim. Balkim bu qushqashlarning praktika murosimi bo'lsa kerak. Mabikoning chiroyida ayni davrdagi bolalikqa xos jilva aks etdi. Men uning qushqashlarning kayfiyatiga qo'shilib chelivatgan chavakidan kulib tashladim. Ballada bo'ladigan shu xil hirismanlik sizda hozirmi bormi? deb so'radim men. Bo'lmaychi. Odamning yeshi cho'ngaysimi, bolalikqa xos hirismanlikni saqlab qolgani yaxshi. Bo'lmasa uning turmushi ko'ngilsiz bo'lib qoladi, dedi Mabiko. Yotoqdagi yolg'izlik ba'zida meni hech ishga xushyoqmas qilib qo'yadi. Titliq o'y fikrlarimni har tarafga chechib etadi. Bundaq chaqda televizorni ochib BBC'ning nomerlarini ko'ratdim. Diktorlarning so'zlashi nihoyat tez bo'lishqa, o'zim yaxshi biladigan inglizcha tog' so'zlardan boshqalarni zodili ilg'i qilolmaydim. Afg'oniston urush maydonidagi vayrona ko'rinishlar, ot uloq motorli qatnash vositallari va piyodalar tang qopsilab olgan shahar ko'chalarini ko'rganimda, Qashqar shahrining Guzza va Chos taraflaridagi ko'chalarni esimga oldim. Afg'onistonning yer shakli va shahar manzaralari, hatto rastalar va odamlarning ko'rinishlari ayni Qashqarning o'zi edi. Lekin bugungi Qashqar borgan sari o'zgarib, ichkiri o'lkalardagi shaharlarga o'xshab ketmoqda. BBC'ning muxbiri urush vaziyati haqida to'xtalib kelib, mikrofonni sallik mo'ysipitlarga tanglaganda, ular muxbirning savoliga bevosita inglizcha javob berishadi. Ular mahalla masjidlarining imomlaridek qilishadi. Pokiz soqol ularning kodang dastiga, tamkin qiyofatiga bo'lakcha so'lat va sur beg'ishlagan edi. Ular seriq chashliq, abjil muxbirlarning oldida shundoq mag'rur ediki, jahonning ishlariga yoshiringan sirlarni tushunib ko'ngliga sep qo'ygan hakimlarga o'xshaydi. Ko'z oldidagi fojialar ularga nisbatan tabiiydek edi. Ular tahorat elish bilan kalima shahodatni biladigan oqsoqollarga faqatla o'xshamaydi. Ular boshqa eng ig'ir kun tushgandimi, boshqalarning oldida miskin, faqirona turishni har oladigandek qilishadi. Men hayvatlik soqol va sallining jang maydoniga yarashadiganligini televizor ekrani orqali his qilib yetdim. Munosib g'urur va e'tiqod o'rin olmagan vujudni kostum burulka bilan galostukning ocholmaydiganligini tonib yetdim. Jungo televiziyalarida Yasser Arafatni ko'rib ko'nib ketgan ekanman. Yaponiya televiziyalarida uni ko'rmadim desam bo'ladi. Falastinliklarning ko'rishida Arafatni markaziy shaxs deb tonib qolgan ekanman. Endi qarasam undoq emasdek turadi.
u faqat Falastinning siyosiy qutblaridagi bir tarafdaklik qiladi. Meni bakrak hayron qoldirgani Miloshevich bo'ldi. Stalinchi mustabidlikni shaklini o'zgartmasdan 21-asrning bo'sog'isigacha so'rab kelgan ko'rang takabbur bu mustabidning urush jinoyatlarini sotlaydigan xalqaro suddagi o'zini oqlab chalvaqab so'zlashlari meni o'yga soldi. 20-asr mustabidlikning mudhish judullari qattiq qutirgan, insoniyat adolat tuyg'usini yo'qotgan bir zamon bo'ldi. Tarixni siyosiy asabiylik kesiliga giribtor bo'lgan lukchaklarning qo'liga topshirgan qaysi axloqdir deb o'zimdan so'radim. Jahonda adolatning mash'ilini ko'taradiganlar oz bo'ladi. Hatto ba'zida adolatni qo'liga elishga jur'at qiladiganlarmi tepilmay qoladi. Bundaq chaqdagi adolat jon beqish halaqchiligidagi avom tashvishlanib turib sig'inadigan butqa aylanib qoladi. Hatto bu adolat sig'ingan siri tashna bo'lgan siri yo'qib ketgandek bilinadi. Dal moshundaq chaqdimi zolimlar absiz holga tushib qolib, o'zini qo'yadigan yer topolmay qoladi. Miloshevichning suddagi holati nurg'un dalillarning faqat biri. Romeniyadagi mustabid Chausheskuning etib o'ldirilishi va boshqalarmi shundoq. Adolat ba'zida o'zining kuchini ta'tir isbotlaydi. Bundaq isbot dal zolimning jojisi yana bir zolim tarafidan berilganda ko'riladi. Mushularni o'ylab yenik nafas oldim. BBC'nin Keskin Parang programmasını her günü degidek ko'ratdim. Bu programma yarım saatlik bulup Yaponiya vaqti bo'yicha tush vaqtiga to'g'ri keladi. Programmaning riyosatchisi Tim Sebastian har qaysi alladagi prezidentlar, bosh kotiblar, podshohlar, vazirlar, olimlar va san'atkorlarni taklif qiladi. U qapiga turib surlik odam bo'lib, suhbatlashiga jang e'lon qilayotgandek ko'rinadi. Ko'p hollarda suhbat shundoq keskin tus oladiki, ularni urushyaptamdi nima deb o'ylab qoladi u kishi. Tim Sebastian 6 roman, 2 parcha nazariya xarakterlik asar e'lon qilgan bo'lib, nurg'un qitim axborot va jurnalistlik mukofotiga erishgan kishi ekan. Amerika CNN televiziya stansiyasining tongliq riyosatchisi Philip Larkinmi peshqadam kishi edi. U ekran oldida osma ishton bilan paydo bo'ladi. Uningda yumoristik tuyg'u kuchlik edi. U xalqarodagi tongliq siyosiyonlarni suhbatga taklif qiladi ekan. Uning savollari siyosiy munbardagi zotlarni qiyin ahvolga tushirib qo'yadi. Chet el televiziyalarining riyosatchilari cho'qim yosh va chiroyli bo'lmasimi bo'ladi ekan. Bilimlik bo'lish ularning asosli o'lchami ekan. Bizdagi televiziya stansiyalari chiroyli yosh bo'lishni oldin qo'yilgan qiladi. Ularning demakchi bo'lgan gaplari og'zidan tushib qolsa-mu bo'laveradi. Hatto ba'zida demakchi bo'lgan so'zlarni og'ziga sep berishga to'g'ri keladi. Bilim o'zining qadrini topmagan jamiyatda qizlarga nisbatan chiroyli bo'lish bilimlik bo'lishdan a'lo bilinadi. Chunki qiz ayollardagi go'zallik byurokratlarni bir ishga ma'qul keltirishga yaraydigan eng unumli qoral. Bizning riyosatchilarimiz bir bo'lsa intayin shitili bo'lib, gap so'zlarda ziyorat obyektining oldiga o'tib oladi. Bir bo'lsa anqov bo'lib, ziyorat obyektidan oldinala tayyorlab olgan savolidan boshqani so'rashni bilmaydi. Diktorlarimizda milliy madaniyatga vakillik qiladigan kiyim-kechak, qiyofat va gap so'zlar yo'qning o'rnida. Ular hadisalar o'zini ustuvor jihatda zamonaviy qilib ko'rsatishga tirishadi. Televiziya xodimlarimizda o'zining saviyasini davomli o'stirib turg'idek tuzum sharoitining yo'qligi menga ayon.
Lekin ular bir xalqqa mansub bo'lgan tarix, madaniyat, maarif, ommaviy madaniyat bilimlari haqida, jamiyatning ichki tashqi vaziyati haqida aqlli savodlarga ega bo'lmasa zodi bo'lmaydi. Televiziyalarimizdagi suhbatlar sun'iy sipoyigarlik, qalbda yiltizi bo'lmagan kamtarlik bilan to'shib ketib, haqiqiy insoniy puroqqa kelganda nomrodlashib ketgan. Qeliplashtirilgan so'z iboralarda so'z egisida bo'ladigan xususiy his tuyg'uni topqila bo'lmaydi. BBC, CNN'dagi riyosatchilar va diktorlar ayni axborot urushi maydonidagi hozir javob jangchilarga o'xshaydi. Ular o'z vazifasini ijro qilishda noqul buyruqqa taynib qolmaydi. Balki o'z mashg'ulotini naq maydondagi ijodiy qiliq-harakatlar va gap-so'zlar bilan betatdi. Yaponiya televiziyalari rangdor ekan. Yotiqimizdagi televizor simsiz bo'lg'achqa chiqadigan kanallarmi intayin cheklik edi. Yaponiya axboroti erkin ekan. Cho'ng davlat amaldorlarini doim pedidan tushmay paqirab turadigan ilmiy vazmin sipoyi kishilar deb o'ylaydim. Yaponiya parlamentidagi ishlarni ko'rib bu xil o'yimdan yaltaydim. Parlament a'zolari bir-biriga qo'llarini shiltishib xiris qilishadi. Bir-biriga devaylashib hamla qilishadi. Hatto istakonlardagi choylarni chechishadi. Men buningdan siyosiy ishlarning kaskin, rahimsiz bo'ladiganligini, siyosiy ishlarda shartsiz yo'l qo'yishlarning mavjud emasligini tushungandek bo'ldim. Burun men siyosiy ishlarni komitet a'zolarining to'liq qo'l ko'tarib ovoz berishi bilan hal bo'ladi deb qaraydim. Erkin Demokratlar partiyasidan saylangan bosh vazir Junichiro Koizumi siyosiy raqiblarining oshkora tanqidiga uchrab turadi ekan. Shunaqdimi u o'zining siyosiy programmasini oyig'i chiqqıcha ijro qilaverdi ekan. Yaponiya televiziyalarida jamiyatdagi cho'ng kichik ishlarning hammasi naq maydonda xabar qilinadi ekan. Agar biror amaldorning hisobotidan chatoq chiqsa, taftish xodimlari uning ishxonalari va boshqa aloqador o'rinlarni darhol pechatlab, inchik tekshirish ib boradi ekan. Agar bir o'smir nahiya hokimini yoki uningdan cho'ng amaldorni ziyorat qilmoqchi bo'lsa, ular bu o'smirni bevosita o'zi qabul qilib, uning bilan bevosita so'zlashadi ekan. Men bir o'smirning bir hokimni ziyorat qilib, uning hisobot daftarini tekshirganini ko'rdim. Kechida birari birovning eshigini taraqlatib qo'ysa yoki eshikning tutqichini qayravassa, eshik qo'ng'iroqining knopkasini besivassa, bu cho'ng dilo sifatida televiziyada xabar qilinadi ekan. Birov qo'shnisining mushukini qo'g'lab urib qo'ysa, bu dilo sifatida xabar qilinadi ekan. Yaponiya televiziyalarida bolalar programmasining mazmunlari nihoyatda mo'lkan. Naqsh usul, muzika, hikoya cho'chaklar bo'lish bilan birga model yasash, zehn sinash musobaqalarimi bo'lib turdi ekan. Menga hammadan bak arzigan yeri dunyodagi cho'ng hodisalar va siyosiy voqealarni bolalarga xos til va tafakkur bilan xabar qilinadi ekan. Chechillarning Moskvadagi bir teatrxonani ko'ruvga elib olishi, hukumat taraf qo'yib bergan zaharlik gaz bilan chechillarning va yuzlagan tomoshabinning o'lish voqeasi dunyoni zilzilaga keltirdi. Bu xabar bolalarga yetkazilganda model xaritalar bilan tafsiliy tahlil qilindi. Ekranda o'rta yoshdagi ayol riyosatchi bir qancha bola modellarni naq maydonda tizdi. Bundoq axborot tahlilini bir oddiy dehqonga tushunadi. Balalar programmasi desa, ko'z oldimga chiroyli kiyinib xor aytayotgan balalar, usul o'ynayotgan sho'x qizlar keladi. Mushundoq bo'laversa, dunyodagi ishlar farzandlarimizning nazaridan saqit qelaverib, ular o'zlarini dunyodan xoli ko'zatadigan va tushunadigan bo'lib qolishi tabiiy.
Yaponiya naqshilarining melodiyalari bizning bir qism naqshillarimizninkiga yaqin keladi ekan. Bo'libmi qozoq qarindoshlarning naqshilariga bakrak yaqin ekan. Orada bir balalar programmasini ko'rib etib, Sug'urning hasrati degan bir muzikani anglab qoldim. Muzikaga oydin kechidagi uyqusiz Sug'urning yolg'izlik hasratini ifodalaydigan karton ko'rinishlar qistirilgan bo'lib, nihoyat ta'sirli edi. Bu ahang qalbimdagi hijron yarasini qaytadan tatilab, meni sukutga g'arq qilib etdi. Yaponiyaning an'anaviy ahanglaridan poyonsiz daladagi safarning ko'rinishi ko'z oldimga keladi. Uningdan tiniq tog' havosi puraydi. Zumrad dengizning yiroqdagi tinch ko'rinishini tasavvur qilg'ili bo'ladi. Yaponiyaning artistlari qobiliyat jihatdan nihoyat universal ekan. Bir naqshchi yoki kino artisti xalqarodagi cho'ng siyosiy voqealarni oliy maktab va akademiyalardagi professorlar bilan birga o'ltirib analiz qiladi ekan. Chunki ularmo o'z kasbida professorlardan edi. Men televizor ekranidan artistlar qatnashmagan siyosiy muhokamalarni ko'rmadim. Bosh vazir Koizmi Shimoliy Koreyaga berib Kim Jong Un bilan ko'rishib suhbat etganda Yaponiya medialarida munozara qaynab ketdi. Koizmining chiroyidagi ifoda, uning harakati salmoq bo'ldimi yo'q, u nimalarni dedi degandek masalalarda talash-tortishlar nihoyat qizg'in edi. Koizmi va Kim Jong Unlarning har bir harakati siyosiy tahlilchilarning ko'zatishidan xoli emas edi. Mana shundaq muhokamalarda artistlar bor bo'lib qolmay, balki ularmi tashabbuskor o'rindagi muhokamachilar edi. Ular Yaponiyadagi jamiyat masalalari, oila va muhabbat masalalari, madaniyat va ilm-fandagi yuzlanishlar ustidami faol fikr qilishadi. Shimoliy Koreya bir qism Yapon fuqarosini yoshirin ko'ruvga elib, josuslik organlari va boshqa organlarda ishlatgan. Ularning ba'zilarining izdiriki bor bo'lsa-mu, ba'zilarining izdiriki yo'q ekan. Ularning oila tavobatlari hamisha bu ishlarning surishtirmasini qilib turadi ekan. Ularni o'z vataniga qaytarib kelish va yo'qolganlarning derikini qilish Yaponiya hukumatining Shimoliy Koreya bilan epag'an diplomatiyasining muhim temalarining biri ekan. Axboroti tilga ilinayotgani necha 10 odam ekan. Biroq ularning davlat oldidagi qadr-qimmati shundoq yuqori ekan. Texmi diqqat qilishga arziydigani shuki, butun Yapon xalqimi ashu go'riga ilinganlarni o'zining g'ururi bilan bog'lab tushunadi ekan. Milliy kimlikdagi bundoq ongliqlik har qanday boylikdan muhim edi. Shuni tonib yetdimki, Yaponiya artistlari san'atkor bo'lish bilan birga munosib ravishda mutafakkur va siyosiyon ekan. Bu bizning ko'plagan artistlarimizdagi yengiltaklik va jonbaqtiliq bilan ro'shan selishtirmaydi. Bizning ba'zi artistlarimiz o'zidagi tabiiy iqtidor bilan belgilik yuz topdi va bu yuzni dastak qilib pul topdi. Lekin bu pullarni o'zini tarbiyalash, o'zining saposini o'stirish uchun ishlatmadi. Ularning ichida ichkiri o'lkalarda, chet ellarda o'qishga havas qiladiganlari yo'q hisobda. Ular madaniyat talabi yuqori bo'lmagan ommaning olqishlari va cho'qinishlari ichida o'zini yuksak pallaga yetdim deb o'yladi. O'zining san'atkorlarga xos obrazini restoranlarda namoyon qilish bilan asta-asta qadin chiqdi, oliy g'oyadan chatladi. O'rganishga sarf qilishga tegishlik vaqtidan ayrildi. Mol dasturxon, sharoblik bazma mashrablar, cho'qinug'uchi barno qiz yigitlar ularni qanoat toptirib, hatto maishat jihatda o'ziga tamanno qo'yadigan darajaga ibbodi. Ular tuzuk jahon ko'rmagan, ko'zi ichilmagan avomning ichida cho'lpon bo'lgan bo'lsa-mu, amaliyotda jinchiroq. Ular sirtqa chiqib, ozroq bo'ron chapqinni ko'sili o'chib qoladi. Bizda shuncha ko'p naqshchilar, usulchilar va rolchilar paydo bo'ldi. Talay tasmalar, taksilar va sintaksilar nashr qilindi. Bularning ichida san'atga o'xshaydiganlarimi bor, o'xshamaydiganlarimi ko'p. Xalq ichida artistlarimizning kasbiy axloqi to'g'risidagi g'ulg'ulimi ko'p. Lekin hech qanday bir artist muzikani, she'rni, demak san'atni tushunadigan mutaxassisdan bir qanchani taklif qilib, ulardan fikr ep baxmadi. Bizda san'at kechiliklari bo'lib turadi. Lekin ular haqida hech qanday baho yo'q.
San'at so'rinlarida amaldorlar bilan puldorlar tepiladi. San'atga baho beradigan mutaxassis tepilmaydi. Amaldor bilan puldor san'at so'rinining beziki. San'atkorlar, amaldorlar so'rinining geziki. Ijro qilishli bo'lib baholash bo'lmagan san'atni mukammal san'at degili bo'lmaydi. Chunki u o'zini ongliq yetaklaydigan aqldan mustasnodir. Bizdagi san'at maktablarining ijro qilguvchilarni tarbiyalab, birini san'at obzorchisini tarbiyalab chiqqanmasligi san'at muarifimizdagi tragediyaning qanchalik ekanligini oshkorlab beradi. Bir 103 nomerlik yotoq men uchun bir istiqomatxona bo'ldi. Darvaqa bu yotoqda Yaponiya jamiyatini televizor, kitob, to'r orqali kuzatdim. Kuzatganlarim intayin chaklik. Lekin kuzatib erishganlarim to'g'risida ko'p muhokama qildim. Bu muhokimalarda ko'rganlarim tufayli paydo bo'lgan astiliklar, vatan xotiralari, qaysidir bir mutafakkurning ta'siri o'zaro oralashib ketgan bo'ladi. Vatanimdagi chog'da eransiz o'tkazayotgan har bir oddiy kechirmishlar bu kichikgina yotoqda boshqacha jo'lolinib esimga keladi va jamiyat taqdiri haqidagi godirmash o'y-xiyollarimning piltisi bo'ladi. Jaysning mulozimat xodimlari o't opti va yer tavraganda yuz beradigan ofatning oldini olish xarakterlik manevrlarni pat-pat o'tkazib turadi ekan. Yotoqning aslahalari aslida yaxshi. Bexatarlik kapolati 100% ga bo'lmagandimi, shuningga yaqin. Shundaqdimi, qolgan nisbatdagi salbiy ehtimolliklarni o'ylab, gaz, suv, tok yo'llarini qarallik tekshirib turadi ekan. Yotoqlarga zaharlik gaz chiqqanda signal beradigan uskuna o'rnashtirilgan bo'lib, xodimlar uning normal yoki normal emasligini kuzatib turadi ekan. Vatanda men bir oliy maktab o'qituvchisi. Uylarimizning tok, suv aslahalari Yaponiyaninkidek ilg'or ham puxta emas. Lekin orqasi bo'limidagilar hammadan bak xotirjam. Parning radiatori yerilib ketib, uyga suv chiqib ketadigan, jumak bozilib ketib, suv isrof bo'ladigan, hojatxonaning avraz yo'li etilib qoladigan ishlarning sababidan munosabatlik bo'limlarga telefon berganda aloqador xodimlar yo'q bo'lib chiqadi. Shuning bilan o'zimiz chiqib u odamlarni izlaymiz. U odamlarni ming tasti topganda ular pul to'lash rasmiyatini o'timigacha mulozimatga o'tmaydi. Uninggacha par teshiyveradi, suvlar eqiyveradi. Ularning ishxonasiga qarasangiz, tomchi suvni zoya qilmay tejayli degan tashviqot qog'ozi choplangan. Men bundoq ahvollarga talay qitim do'sh kelgan. Agar birovning oldidan bir chashqon o'ssa, u bu chashqonga qarashi mumkin. Lekin bir o'qituvchi uyimga suv chiqib ketdi deb mulozimat bo'limiga kirsa, bo'limdagi xodimlar uningga ana shu chashqonga qaraganchilik qaramaydi. O'qituvchi ularning oldida hech nima emas. Ba'zida qo'mondonsiz jang maydonining bo'lishini tasavvur qilg'ili bo'ladi. Lekin o'qituvchisiz maktab bo'lgan emas. Shundaqdimi o'qituvchi 2-3 sinfda so'g'uq muomalaga uchraydigan ahvolda bundoq maktabni nima deb tasavvur qilish mumkin? Uyimning ustida o'ltiradiganlarning yundisi eqib, yeng oqlangan tomlarim va to'rislarimni xarob qildi. Bu hol mening xizmat tariximdagi bir izchillik. Nima uchundir men mulozimat bo'limidagilarning biror qitimmi astoydil muomalasiga uchrab boqmadim. Ko'p hollarda jamiyatdagi mulozimat o'rinlaridan odam chaqirdim. Ular maktabdagilar qilolmaymiz degan ishlarni qila oladi. Bir davlatni jigar desak, ishxona saqlaydigan tayyor tap byurokratlar
ana shu jigarga tushgan qurut. Hozir bundoq qurtlar ko'payib ketdi. 103 nomerlik yotoq turlik o'y fikrlar, aslamalar va ijtimoiy ta'sirotlar tutishib ketgan menga edi. Uningda mulohiza va tanqid qaynab turadi. Yotiqimdagi televizordan inglizcha, yaponcha so'zlarla anglanadi. Uningdagi ko'rinishlarmi menga yot bo'lgan iqlim va tarixdan elingan yot turmush, yot manzara, yot chiroy. Yotiqimning sirtiga chiqqanimda yanada shu yot manzara, yot odam. Mushundaq vaqtda tabiiy holda uyg'ursirab qoladigan kishi. Amdilikda vatandan mahrum holda vatan haqida o'ylaydigan yegonaman. Ayolimning og'zidan uyg'urcha gap anglaganda u menga xotin emas, vatandek bilinadi. Har zaman uning qahramoni bo'lish tashnoliqim bor. Men ayolimning qadr-qimmatini, uning ayolligidan bakrak men bilan tildosh, dindosh, dildosh, qarindosh bo'lganligidan bayqavatgandek qilardim. Balkim bu ayolimning vatanda turib bayqalmagan bir qatlami bo'lsa kerak. Ayolim laboratoriyaga chiqib ketganda ichim tinib qoladi-da, kompyuterni ochib, Uyg'urcha tor bekatlardagi munozirlarni ko'ratdim, Uyg'urcha naqshalarni anglaytdim. Bir kuni Abdulla Abdurahimning "Kechammayman seningdan vatan" degan naqshisini anglab qoldim. Bu naqsha vatandagi chaqlarimda menga unchalik ta'sir qilmabdi ekan. Lekin bu qitim men yig'lab tashladim. Bu naqshada qalbimdagi vatan, muzikadagi vatan, tekstning so'zlaridagi vatan, Abdullaning talaffuzidagi vatan, reallikdagi vatan oralashib, vatan haqida mo'l mazmunlar tug'ilmoqda edi. Biri menga basimo jannat, kechammayman seningdan vatan. Hech kim jannatni ajrisiz berishga va'da bergan emas. Shunga jannat birovning iltifoti bilan kelmaydi. Qilgan sob amallari bilan keladi. Uning ustiga Tangrimu vatanidan kashkallarga jannat beraman degan emas. Aksicha vatanidan kashkallardan qattiq hisob elinadi. Vatanini tashlab chiqib ketib, uning o'tida ko'yishni, g'amini yeyishni unutib ketganlarni tarki vatan bo'lib qolmay, vatanning o'zida turib hech ish qilmaganlarni tarki vatandir. Rossiya Erkin Demokratlar Partiyasining rahbari Jirinovskiy o'zining Rossiyaning taqdiri degan kitobining tunji bobini atoqliq shoir Sergey Yeseninning munu so'zi bilan boshlaydi. Palakdan bir ovoz kelib menga "Rossiyani tashlab jannatda yasha" desa, men menga jannat kerak emas, menga faqat vatanimni ba deb javob beraman. Jirinovskiy parchalanib ketgan imperiyaning tushini qayta tushaydi. U Yeseninning so'zini barbod bo'lgan imperiyaning hasratida tilga oladi. Yeseninning so'zi millatchil ruh bilan sug'urilgan. Jirinovskiy bu ruhni Sovet ittifoqi parchalangandan keyingi yangi panslavyonizmning bir tuturg'i qilgan. Vatan kun elish tasga tushganlar uchun bir vaqtlik tamoq yoki tirikchilikning panogohidir. Uningdan halqig'anlar uchun ajdod va avlodni tutashtiradigan muqaddas halqidir. Vatan yotlar uchun o'zining tutmas tugumas nafsini qondiradigan boylik makonidir. Lekin insoniyatning bir butun baxtini ko'zlaydiganlarning vatani haqiqatning soyasida bo'ladi. Ular avval ana shu haqiqatni ming bir mushaqqatda izlab topadi. Ondan o haqiqatni tiklaydi va uning soyasini o'rtaq ne'matga aylantiradi. Lekin shunisi aniqki, zamon va makondan halqigan haqiqatni baribir konkret bir davrni ham vatanni shart qiladi. O'z qavmidan yoki vatanidan kechib topgan ulug'liqlarning hammasi puchakdir. Sening diyonating oldingda turgan yetimning ko'z yeshini surtishingdan boshlanadi. Tarixdan beri qahramonlar ulug'lanib keldi. Lekin orq ko'rinishi bo'lmagan qahramon bo'lgan emas. Konkret bir vatan va u yerda yashayotgan xalqning taqdiri ana shu qahramonning kimligini tashkil qiladigan orq ko'rinishlardir.
Dunyoda qahramonni boshqalardan import qiladigan mantiqi yo'q. Qahramon cho'qim xalqning o'zidan chiqishi kerak. Qahramonni oriyatga ep turib ishlatadigan mantiqimi mavjud emas. Chunki qahramon xalq ruhining yuksak samarasi bo'lib, u xalqning ruhidan mustasno holda samonning ushqunichilikni chaqnayolmaydi. Shunga xalqimiz eldan ayrilgan emas degan edi. El degan nima? Bu savolga rus yozuvchisi Solovxin mundoq javob beradi. El deganimiz talay asrlik tarixiy jarayonda xalq ijod qilgan narsalarning hammasini ko'rsatadi. Bu narsalar yana tarix va axloqiy g'oyaning murakkab hosiloti sifatida xalqni yaratadi, xalqni uyushtiradi. Demak, qayerda xalqing va xalqing yaratgan tarix ham madaniyat bo'lsa, shu ya sening vataning. Sening kelajakni yaratadigan burchingmi ana shu yerda. Mende ona vatan bergen manevi kimlik bor. Şuna vatanimning sirtida turgunimdimi muqam anglab turdim. Özüm ep chiqqan VCD plastinkalari, yani sintaxsini ko'rib turdim. Tangritog' jurnalini tor orqali o'qib turdim. Vatandagi ham vatan sirtidagi vatandoshlarim bilan tor orqali ko'rishib, telefon orqali so'zlashib turdim. Qaramoqqa nurg'un vatandoshlar vatandan ayrilib, o'xshamagan davlatlarda ilm tahsil qiladi yoki savdo qiladi. Lekin o'xshamagan iqlim va madaniyat qo'ynidagi vatandoshlar o'zining ona tili, yoziqi, naqshi musiqasi, usuli, urf-odati va o'rtaq tarixiy qismati, e'tiqod birligi orqali keng yer shari miqyosida birdaklik hosil qilib turadi. Ro'shanki, vatan hargizmi jug'rofiylik ma'nidagi zamin emas, balki uzoq tarixiy orqa ko'rinishga ega milliy ruh. Ba'zilar dunyoning hamma yeri Amerikaga aylanib ketdi deyishadi. Bu internet davridagi Amerika madaniyatining dunyoning har qaysi joylariga keng tarqalganligini ko'rsatadi. Lekin g'arb madaniyat chambirining sirtida cho'ng bo'lib, keyin bu chambarning ichiga kirib qolgan xalq o'zining milliy kimligini yangicha bir qizg'inlik bilan ko'tarib chiqmoqda. Madaniyat arboblarining ko'rsatishicha, Amerikadagi meksikalik ko'chmanlar televizordan Meksikaning ko'p qismli teatrlarini ko'ra oladi. Kechilik aeroplanning arzon biletini elib, degan vaqtida Meksikaga tuqqan yo'qligini bora oladi. Koreyalik ko'chmanlar Los Anjelesda turib, Seuldagilar bilan bir vaqtda Koreya yoziqidagi gazetni ko'ra oladi. Har kuni aeroplanga o'ltirib Koreyaga qayta oladi. Bundaq uchrashishni xohlagan chog'da qila oladi. Bundaq uchrashish madaniyat psixik jihatda foydali bo'lib, odam uydan ayrilgan kundan boshlab o'tmish bilan aloqasi uzilib qolgandek his qilmaydi. Sen ko'tarib olgan Uyg'ur tili lug'ati xalqingning almisaqdan buyongi hayotining nishoni. U sening vataning va kelajak uchun yo'l xeting.
Sen u orqali o'tmish bilan kelajakni ulab, tafakkuringni texmi kang bo'shliqlarga ega qilasan. Nini yot iqlimlarga safar qilib, o'zingni o'ylab yetanmagan javohiratlarni qo'lga keltirasan. G'urursizlikning maynat havosi yurakingni siqqanda yoki ma'nilar izlab cho'nqur dengizga cho'kkaningda, ona tiling sening o'shningdagi oksigen xaltisiga o'xshash seni o'ng'ishsizlikdan qutqizadi. Madaniyatlar aro aloqa kuchayotgan bu uchur davrida sen o'z madaniyatingni dasmoya qilib, raqobat sahnasiga chiqa olaysan. Sen qayaga berishingdan qat'iy nazar, o'z madaniyatingdan uchur beradigan ruh va qiyofatga ega bo'lishing kerak. Biz Yaponiyaga mangadigan chig'imizda bir yurish do'ppa va qalamturash ilib olgan edik. Bular bizning nazarimizda milliy qo'l hunarvanchiligimizning namoyandasi bo'lib, o'z mahsulotlarimiz edi. Biz ularni yapon do'stlarga va Yaponiyada o'qiyotgan dunyoning boshqa joylaridan kelgan do'stlarga taqdim qilib, tashlanib qolish xavfiga duch kelayotgan parlaq bir madaniyatning elementlarini ko'rsatmoqchi edik. Yaponiyaga berib bir oy o'tgandan keyin bu umidimiz ko'pikka aylandi. Do'ppining yelimi teshig'i o'rlab chiqdi. Qalamturashni dod besib ketdi. Sadagan ketay milliy hunarvallar. Sizlardagi kasbiy axloq naga ketdi, dedim ichimda. Bizning qilganlarimiz ashu hunarvallarning rizqini oshirsa-oshiratdiki, hargizmi kamaytmaydi. Niyat harom bo'lsa, barakat ko'tarilib ketadi degan gaplar ana shundoq taraflardan kelib chiqqan. Biz Do'ppan boshimda degan sintaxsini Rotary klubidagi bir apandiga taqdim qilgan edik. U taxsidagi odamlarning taq-turqi, harakati va chiroy ifodasidagi ruhiy holatlar bizning 1940-yillardagi holatimizga o'xshab ketadi ekan, dedi. Bayram va mashrablardagi san'at kechiliklarimizga tomoshabinlar har qancha pozir kiyinib-olsa-mu, lekin toza esil sifat ko'rinmaydi. Chunki ularning ruhiy dunyosi degandek to'lmagan bo'g'ishqa, ko'zlardan chiqqan nurda bir bo'lsa ko'ranglik, bir bo'lsa ziyoda kamtarlik, bir bo'lsa hamoqatlik aks etib qoladi. Esil sifat bo'lishning oldingi sharti esil ruh egisi bo'lishdir. Turlik madaniyatlar giralishib ketayotgan dunyoda sen o'zingning milliy ruh va hazoriy kimligingni puxta qurib chiqmasang, bir ijtimoiy maxluq bo'lish shartingni hozirlayolmagan bo'lasan. Undaq ahvolda senda inobat bo'lmaydi. Mayli sen kodir bo'l, texnik bo'l, doktor yoki injener bo'l, tanarkatchi yoki harbiy xodim bo'l, nashriyotchi yoki o'qituvchi bo'l, tarixchi yoki savdogar bo'l, san'atchi yoki hunarvan bo'l, urxun tosh obidalarni bilmasang, O'g'iznoma va turkiy tillar divonini o'qimasang, Yusuf Xos Hojib va Alisher Navoiyni tushunmasang, nozugimdagi hayo va iffatga qoyil bo'lmasang, Abduxoliq Uyg'ur, Abdurahim O'tkir, Zo'rdun Sabrlarning asarlarining tegiga yetmasang, yurtingdagi tog' daryolar haqidagi rivoyatlarni anglamasang, Sodirning naqshlariga agishib tovlamasang, Tarim va Eli vodillariga berib boqmasang, Heyitgohni ko'magan bo'lsang, Tapining taklamakan qumlarida ko'yib boqmasa, 12 muqomni anglab mo'nglanmasang, ming o'ylarni ko'rib o'ylanmasang, xalq naqshillaridan bag'ring erimasa, mashrabga qatnashib ishching pushsa, do'qqa non to'girib yeb boqmasang, ota-onang, xotining va bolalaring oldida o'zingni qarzdor his qilmasang, ish qilib xalqingning hayotidagi tuyg'u tajribalarni beshingdan kechirmasang, o'zingning uyg'urligidan gumon qilsang bo'ladi. Bugungi dunyo har bir bo'sog'ida sen kim deb so'ramoqda bizdan.